Men sizni oyligingizga qo'shimcha $700 bergan edim. Men kecha uyingizga borib xotiningizga bergan edim. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nega menga u yolg'on aytdi? Ofitser, meni diqqat bilan eshiting. U nima bo'layotganini ham sezmay qoladi. Ha. Men umuman hech qanday ayb ish qilmadim. Butun umrimni halol mehnatda o'tkazdim. Siz o'g'irlikda ayblayapsiz. Bu yerda hech qanday uzr qabul qilinmaydi. Meni tushunishingizni xohlayman. Bu ayblov butunlay yolg'on. Men hech nima o'g'irlamadim. Bizni aldashga urinmang. Millioner o'rniga bir kambag'al yolg'onchini tinglaymiz deb o'ylaysanmi? Haqiqatni yashirishingiz mumkin, lekin u baribir yuzaga chiqadi. Ular mening suyaklarimni sindirishlari mumkin, lekin irodamni sindira olishmaydi. Haqiqat doim haqiqat bo'lib qoladi. Butun bir hafta o'tib ketdi. Mening bolalarim uyda yolg'iz va och holda yashamoqda. Men esa bu yerda qamalib o'tiribman. Janob Ananas, siz bu sud zalida $700 pulning o'g'irligida ayblanib turibsiz. O'zingizni oqlash uchun gapirishingiz mumkin. Bu mutlaq yolg'on ayblov, hurmatli sudya. Ortiqcha ekanini bilganim zahoti pulni janob Bananing xotiniga berdim. Ular kamera yozuvlarini yashirmoqda. Banan, ushbu sud jarayoni uchun to'liq kamera yozuvini 24 soat ichida taqdim etishingiz buyuriladi. Sud shu vaqtgacha kechiktirildi.